Aka! Aka! Aka, siz bu yerdalar. Kene yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Akam qanilar? Oshxonadalar. Ha, bo'ldi. Assalomu alaykum aka. Alaykum assalom aka. Siz? Rahmat. Nima gap? Aka bitta iltimos bilan kelgan edim. $500 berib turing, telefonimni alishtirmoqchi edim. $500? Bo'pti, beraman. Faqat bitta sharti bor. Qanaqa? Onasi Adasi hozir choydamni beraman. olib kelgan. Hozir. Bu Usvay Hasana kitobi. Shu kitobni o'qib chiqasan, keyin men senga $500 beraman. Aka undan ko'ra bermayman deb qo'ya qoling. Bergim kelmayapti emas. Beraman deyman. Faqat kitobni o'qib chiqsang. Bir kunda o'qib chiqsam, bir kunda berasizmi pulni? Xohlasang yarim kunda o'qib chiq. Lekin men savol berganimda javob bera olsang bo'ldi. Gap yoki gapingizga javob bersangiz bo'ldi. Kelaman men. Aka, Hozir. assalomu alaykum. Alaykum assalom. Yaxshimisiz? Rahmat. Rahmat aka, men kitobni o'qib, oxirida $500 ham oldim. Telefonimni ham alishtirib keldim aka. Yaxshi. Yangi telefoning buyursa. Kitobni o'qidingmi? Anda o'qidim aka. Nima olding? $500 dan ko'proq narsani ham oldim. Xo'sh. Boshqalarning uyiga kelganda eshik ochiq bo'lsa ham beruxsat kirib ketmaslikni, bir chetda uyiga ruxsat berguncha kutib turish kerakligini o'rgandim. Boshqalarning uyiga kelganda eshik ochiq bo'lsa ham uy ichiga qarab turmas kerakligini o'rgandim. Uyda ayol kishi ro'molsiz holatda bo'lishi mumkin yoki noqulay vaziyatda turgan bo'lishi mumkin. Bu narsalarni oldin o'ylamasdan, akam uyga deb kirib keturgan ekanman. Keyin men xijolatli holatda juda ko'p qo'ygan ekanman. Birovi uyga kelib, ruxsat bersa bermasa bezrayib uni uyiga qarab turib yoki ruxsat bersa bermasa farosatsizlarcha uyiga kirib ketishlik noto'g'ri. Rahmat aka, kattakon. Arziydi. Yur.